Tez boyganmisiz? Yo'q. Shu haqida bir og'iz gap bersangiz. Hozir Amerikada endi men xohlamayman odamlar demotivatsiya bo'lishini-da, Umid aka. Lekin haqiqatni gapirish kerak. Amerikaga borganimizda biz ham shunaqa daraxtdan pul tushadi deb o'ylaganmiz. Tez 3-4 ming topib qarzlarni yopib ketamiz deb. Men mardkorlik qilganman o'zim. Mardkorlik qilganda Ko'ryapsizlarmi, uyalmasdan gapirilyapti. Bitta ham anaqa yo'q. Men o'zim ham aytganman, shifabr ushab yig'laganimda. Oling, zo'r ketamiz. Mardkorlik qilganmiz eslayman, kuniga 4 soat uxlaganimiz ani. Tuxum qaynatib olib borganmiz, o'shani uy qurilayotgan edi. Yeb o'tirsam, yonimdagi katta prorablar rahmi kelib, "Men bu pulni olib ovqat ye" deganda. Biz o'tda aytganman, "Men pulim yo'qligidan emas yoki boshqa narsadan emas. Men hozir yo'l qidiryapman. Qanaqa chiqib ketsa bo'ladi. Hozir sen menga pul bersang, qornim to'yadi, men harakatim yo'qoladi. Olib qo'yaver" deganman. Ovqatini bergan keyin